Unda menga qanaqa tavsiya bera olasiz? Nima qilsam o'zimni o'zgartirsam bo'ladi? Siz o'zingizni o'zgartirishingiz uchun birinchi o'zingizni tan oling. Sizni o'zingizga yoqmaydigan jihatingiz bor. Turmush o'rtog'ingizni yoqmaydigan jihati bor. Farzandlaringizni va hokazo. Siz bilan atrofingizda qanday insonlar bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha insonlarni qabul qilishdan boshlanadi bu yechim bunga. Mana Halima, ismingiz? Halima, nima kerak senga? Nima xohlayapsan? Seni xohishlaring nima? Nima qilib berganlari kerak senga? O'zi aslida seni dunyoviy qarashing qanaqa? Savol bering. Javob faqat o'zingizda. Menga kerak emas. Erim bilan ajrashaman. Bu erim bilan ajrashaman deb turgan narsa siz o'zingiz qurol qilib turibsiz. O'zingizni qo'lingizdagi qurolingiz bilan o'zingizni otmoqchisiz. Turmush ayol kishiga bor-ku, turmush o'rtog'isiz ayol kishi emas. Biz ayollarning haqqimiz yo'q turmush o'rtog'imizdan nolishga. Unga nabarut biza ishonch bo'lib berishimiz kerak. Biz ular har bitta ishonchimizni oqlashi uchun unga tayanch bo'lib berishimiz kerak. Aslida bu hozir bor-ku, sizni ichingizdagi hissiyotlar turmush o'rtog'ingizni boshqa yo'lga ketib qolishiga sabab bo'ladi. Siz mayli ajrasharsiz, sizga ham topiladi bitta turmush o'rtoq. Turmush o'rtog'ingizga ham topiladi turmush o'rtoq. Farzandlaringiz qolib ketadi o'rtada. Bulardan nima ayb? Aybi sizlarning farzandinglar bo'lib tug'ilganimi? Hozirdan o'zingiz bilan kelishib oling. Ha, turmush o'rtog'im meniki. Men to'g'ri yo'lni tanlayapman. Men to'g'ri yo'ldan ketaman. Faqat o'zingiz bilan kelishish bilan ish bitadi, bo'ldi.